Assalomu alaykum. Botanika darsligi 13-mavzu poyalarning ichki tuzilishi. Xo'p, poyalarning ichki tuzilishini tut poyasi misolida ko'rib chiqamiz. Xo'p, tut poyasini yuzasini bir qavat hujayralardan tashkil topgan epiderma qavat qoplab turadi. Xo'p, общий poya deb olsak, tashqi tomondan po'st hamda po'stloq qavatlari. Xo'p, esinglarda bo'lsa, to'qima darsligini o'tganimizda qoplovchi to'qimalar 3 ga bo'linardi. Ular epiderma, periderma hamda po'stloq qavatlari. Epiderma yosh novdalarda hamda barglarni qoplab turuvchi qavat edi va ko'p yillik o'simliklarda epiderma to'qimasi ikkilamchi peridermaga aylanadi degandik, ya'ni po'st to'qimasiga. Xo'p, po'st to'qimasi po'kak hujayralaridan iborat bo'lib, har yili o'z qavatini hosil qilib, po'stloqni hosil qiladi, po'stloq qavatini. Po'kak qanchalik qalinlashib borgani sari po'stloqdagi tirik hujayralar shunchalik kamayib boradi. Xo'p, po'stloq qavati o'simliklarda, tanalarda hamda eski poyalarda qalin bo'ladi va uni vazifasi poyani ichki qismidagi tirik hujayralarni sovuqdan hamda kasalliklardan saqlab turish bo'ladi. Xo'p, poyani tashqi tarafdan po'st va po'stloq qavati o'rab turadi. Po'st. Xo'p, po'stloqdan ichki qavatda fiolema qavati joylashgan bo'ladi. Fiolema. Xo'p, fiolema ichkarisida kambi joylashgan bo'ladi, ksilema bilan fiolemani o'rtasida. Ya'ni hosil qiluvchi to'qima hujayralari. Xo'p, kambining ichkari qismida esa yog'ochlik to'qima va yog'ochlik to'qima ksilemaning o'rtasida esa o'zak joylashgan bo'ladi. O'zak, ksilema. Xo'p, mana tanani ichki qismlari shulardan iborat. Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, po'st va po'stloqni tushuntirdim pashti. Po'stloq qavati po'kak hujayralaridan qavati po'kak hujayralaridan iborat bo'lib, po'kaklar soni qalinlashib borgani sari po'stloqdagi tirik hujayralar kamayib boradi va tut poyasining yozning ikkinchi yarmida po'stloq qavatining sirtida yasmiqchalar paydo bo'ladi. Bu yasmiqchalarning vazifasi gaz almashinuvi, ya'ni shu yasmiqchalar orqali tananing ichki qismidagi tirik hujayralar nafas oladi. Xo'p, po'stloqning ichki qavatidagi fiolema qavati. Ya'ni ushbu qavat. Fiolema qavati 3 xil to'qima hujayralardan iborat bo'ladi. Ular o'tkazuvchi to'qima hujayralaridan elaksimon naylar. Elaksimon naylarning vazifasi barglarda hosil bo'lgan organik moddalarni butun tanaga yetkazib berish. Xo'p, elaksimon naylarni esinglarda bo'lsa to'qima mavzusini o'tganimizda yadrosi bo'lmaydi degandik va ularni yon yo'ldosh hujayralari bo'ladi deb o'tgandik. Mana bu yo'ldosh hujayra. Xo'p, fiolemaning ikkinchi to'qimasi mexanik to'qimadan lub tolalari. Ya'ni o'simlikni poyasiga mustahkamlik beruvchi tola. Va asosiy to'qimadan lub parenximasi. Ya'ni jamg'aruvchi to'qima. O'zida ozuq moddalarni jamg'aradi. Fiolema 3 xil to'qimadan tashkil topgan bo'ladi, ya'ni ushbu qavat. O'tkazuvchi naylardan elaksimon, asosiy to'qimadan lub parenximasi, mexanik to'qimadan lub tolalari.
Xo'p, fiyalema bilan ksillemani o'rtasida ko'rib turibmiz, kambiy turibdi. Kambiy qavat hosil qiluvchi, ya'ni meristema to'qimalari hujayralardan iborat bo'lib, uni hujayralari nozik, yosh va doimiy bo'linib turadi. Aynan shu kambiy hujayralarini hisobiga poya eniga o'sadi. Xo'p, kambiy hujayralarini o'sishida hujayralar uzunasiga ikkiga bo'linadi. Bo'lingan hujayralarni ko'p qismi poyaning ichki tarafiga, ya'ni ksilemaga qarab o'sadi. Shuning uchun poyalarda ksilema, ya'ni yog'ochlik qavati qalin, ko'p joyni egallagan bo'ladi. Qolgan kam miqdori esa kambiydan tashqi tarafga qarab o'sib, lub tolalarini, ya'ni fiyalema qavatidagi lub tolalarini hosil qilib, ma'lum bir vazifalarni bajaradi. Xo'p, ksilema yog'ochlik qavati. Yog'ochlik qavat ham 3 xil to'qimadan iborat bo'ladi. Shu yog'ochlik qavati. Xo'p, o'tkazuvchi to'qimadan. Mana qavat-qavat bo'ladi deymiz. O'tkazuvchi to'qimadan o'tkazuvchi naylar. Naylar. Xo'p, bunda ham asosiy to'qimadan yog'ochlik parenximalari mavjud. Asosiy to'qimadan yog'ochlik parenximalari va mexanik to'qimadan yog'ochlik tolalari mustahkamlik beruvchi. Ushbu 3 xil to'qimadan iborat bo'ladi ksilema. Xo'p, ksilemaning o'rtasida o'zak joylashgan bo'lib, o'zak ko'pchilik o'simliklar poyasida g'ovak bo'ladi yokida yosh novdalarda hali hujayralari tirik bo'ladi. O'zak asosiy to'qima parenxima hujayralaridan iborat bo'ladi. Xo'p, keyin yana bir ma'lumot, ksilema qavati, ya'ni yog'ochlik qavatini qattiq yoki yumshoqligiga qarab o'simliklar poyasi qattiq yoki yumshoq bo'ladi. Bularga misol keltirilgan o'simliklar bor. Poyasi qattiq. 7 ta o'simlik misol keltirilgan. Ular qayrag'och, 2 eman, yong'oq, o'rik, zarang, 6 saksovul, 7-si yulg'un. Xo'p, yumshoq poyaga. Yumshoq poyaga 3 ta o'simlik misol keltirilgan. Ular tol, terak, 3-si jiyda. Xo'p, fiyalema qavatidagi lub tolalar, ya'ni mexanik to'qimalar hujayralardan iborat lub tolalarini pishiqligiga qarab ham tutma poyasi pishiqroq bo'ladi. Shuni lub tolalarini ko'pligiga bog'liq. Agar soni ko'p bo'lsa, pishiqroq hisoblanadi. Ayrim o'simliklarda lub tolalari juda ham yaxshi rivojlangan bo'lib, ulardan gazlama, qop, arqonlar to'qiladi. U o'simliklarga 2 ta o'simlik misol keltirilgan. Tak. Lub tolalari yaxshi rivojlangan. Ikkita o'simlik misol keltirilgan. Kanop hamda zarang. Ulardan qop, arqon hamda gazlamalar to'qiladi. Xo'p, fiyalema qavatida o'tkazuvchi to'qima hujayralaridan iborat elaksimon naylarda yana bir ma'lumot berib o'tgan. Fiyalema qavatida lub tolalari bor degan. Lub tolalarini orasida teshikchali to'siqlar bilan to'silgan naychalar bor va ularning nomi elaksimon naylar deb ataladi deb kitobda ma'lumot berib o'tilgan. Xo'p, poyaning ichki tuzilishi
Berilgan ma'lumotlar shulardan iborat.